bugungi mobilniy hayot insondan yana ham tezroq ishlashni, yana ham tezroq fikrlashni, yana ham tezroq yashashni talab qilyapti. Buni oqibatida ayollarimiz emotsiyani emas, aqlda yashashga o'tib ketib, oilada, munosabatlarda buzilishlar olib kelmayapti. Agar ayol ishlaydigan ayol bo'lsa, oilada 2 karra qiyinroq degani. Chunki ayol ishda ham aqlda yashaydi, uyda ham hamma narsani, savollarni va muammolarni hal qilish uchun u aqlan yondashishi kerak. Mana shu joyda ayollarimizda emotsional qismida buzilish bo'ladi. Ayollar kayfiyatga javob beruvchi qism. Lekin ayolni o'zida kayfiyat bo'lmasa, oila o'zini baxtli his qila oladimi? Yo'q, baxtli his qila olmaydi. Oiladagi butun a'zolar ayol orqali o'zini baxtli his qiladi. Ayol o'zidagi baxtni qaytarish uchun va o'zidagi xotirjamlik holatini qayta shakllantirish uchun unga dam va bo'shliq holati kerak. Sizga aynan mana shunday ongli va dam muhitini retrit yaratib beradi. Biz 3 kun retritda sizni ichki olamingizga sho'ng'ish orqali sizni og'riqlaringiz, aytolmagan gaplaringiz, yashalmagan hislaringiz bilan yuzlashamiz va terapiya ko'rinishida siz shifolanasiz. Oilangizga bo'lsa sog'ingan, qayta tiklangan, sog'lom holatda, ham emotsional, ham moralniy sog'lom holatda qaytasiz. Siz oilangizga sog'inib, sevgili holatda qaytganingizda oilangiz o'zini siz bilan birgalikda yana ham baxtliroq his qiladi. 3 kunlik retritimizda sizni kutib qolaman.